Bu Maxraj va sifatlar nomli video darslar to'plamining 7-qismi. Oldingi darslarda biz tilning eng orqa qismidan chiqadigan qof va kaf harflarini o'rgandik. Shuningdek, tilning o'rta qismidan chiqadigan harflar jim, shin va mustaqil harf sifatida o'qiladigan ya harflarni ham ko'rib chiqdik. Endi esa navbat tilning chekkasi orqali chiqadigan tovushlarni o'rganishga keldi. Tilning chekkasi bu tilning butun yon tomonini qamrab oladi. Dod harfini talaffuz qilishda asosan tilning ikki yon cheti ishtirok etadi. Tilning uchidan esa lam va yana boshqa tovushlar hosil bo'ladi. Lekin bugun biz asosiy e'tiborni dod harfi va uning to'g'ri chiqishiga qaratamiz. Keling boshlaylik. Sukunli dod harfini, ya'ni sof dod tovushini chiqarish uchun til bilan ikki harakat bajarilishi kerak. Birinchisi tilni bosish, ikkinchisi tilni oldinga siljitish. Keling birinchisidan boshlaymiz. Til qayerga va qanday bosilishi kerak? Bu yerda juda bir muhim nuqtaga e'tibor qarating. Faqat tilning ikkala yon chekkasi yuqori yon oziq tishlarga bosiladi. Tilning uch qismi esa hech qanday bosimsiz shunchaki tegadigan joy, bu yuqori old tishlarga ichki tarafdan tutashgan milk bo'ladi. Tanglay emas. Bunday holatda tilning ko'rinishi go'yoki qoshiq shakliga o'xshash bo'ladi. Demak, tilning yonlari yuqoriga ko'tarilib, yuqori oziq tishlarning yoniga bosiladi. Tilning uchi esa yuqori old tishlarga ichki tarafdan tutashgan milkka bosimsiz tegadi. Tilning orqa qismi ham ko'tariladi, chunki bu yo'g'on o'qiladigan harf hisoblanadi. Natijada tilning o'rta qismida havo to'planadigan chuqurcha paydo bo'ladi. Endi ikkinchi bosqichga o'tamiz. Tilni yengilgina oldinga surish kerak. Bunda til uch qismi oldingi yuqori tishlarning milkiga tegadi va havo qamaladi. Bu harakat orqali til ustida yanada ko'proq bo'shliq hosil bo'ladi va shu joyda havo bosimi yig'ilib, to'g'ri dod tovushi paydo bo'ladi. Masalan, al al al. Tilni shaklini qoshiqga o'xshash yumaloq holatga keltiring. Tilni ikki yonini yuqori oziq tishlarning ichki yon tarafiga bosib turing. Uchini esa yuqori old tishlarni milkiga bosimsiz tekkizib turasiz va shu holatda tilni biroz oldinga suring. E'tibor bering, til oldinga siljiganida til ichida hosil bo'ladigan tuynuk kengayadi, natijada bosim ortadi va tovush hosil bo'ladi. Misol uchun, faddul, yadrib, afaddum. Endi esa dod tovushini to'g'ri chiqarayotganingizni qanday aniqlash mumkin? Agar siz dod harfini sukun bilan to'g'ri aytayotgan bo'lsangiz, keyingi harfga o'tayotganda tilning yon chekkalaridan havo yanoqlarga, ya'ni yuzni ichki tarafiga urilib chiqayotganini his qilasiz. Misol uchun, faddul, yadrib. Agar havo tilning uchidan chiqayotgan bo'lsa, demak, siz bosimni til yonlariga emas, balki til uchiga berib bosgansiz. Ya'ni dod o'rniga dal tovushini aytgansiz. Bunday holatda tovush quyidagicha eshitiladi. Yadrib, afaddum. To'g'ri talaffuz qilinadigan sof dod esa sukunli holda ikki bosqich orqali hosil bo'ladi. Bosim va oldinga siljish. Buni yuqorida aytib o'tdik. Demak, dod sukunli bo'lsa yoki so'z oxirida kelsa, havo og'iz bo'shlig'ida qamalib, tilning uchidan oxirigacha 2 yo 3 marta borib keladi. Ana shuncha miqdorda havo bosimini ushlash orqali sof dod tovushi chiqadi. Endi agar dod harfida harakat bo'lsa, masalan fatha, kasra yoki domma, unda tilning oldinga siljishi qisqaradi. Masalan, do, duy, du, afidu, qudiya, farido. Bunday holatda til harakati qisqaradi va unli harakat bilan almashtiriladi. Bu sukunli holatidagidek havo bosim bilan ushlab turilmasdan harakatga o'tib ketiladi degani. Do, duy, du.
Endi dot harfi bilan bog'liq keng tarqalgan xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchi xato dot tovushini juda qisqartirib yuborish, ya'ni tez aytib yuborish. Bu ayniqsa dot harfi so'z ichida yoki tashdid bilan kelsa sodir bo'ladi. Bu xato tovushni ikkiga bo'lib yuborgandek eshitiladi. Misol uchun valaddallin yadriba. Aslida esa dot bitta uzluksiz tovushga aylanishi kerak. Mana bunday. Valaddallin yadriba. Ikkinchi xato dot harfini yo'g'on dal yoki g'irt ingichka dal deb talaffuz qilish. Bunday xato odatda bosimni til chetiga emas, til uchiga berganda bo'ladi. Bu xato quyidagicha eshitiladi. Masalan, valaddallin yadriba. Demak, bosimni til chetlariga beramiz, til uchiga emas. Uchinchi xato dot tovushini so'z oxirida qalqala qilib yuborish. Dot portlovchi emas, ya'ni u havo chiqarish orqali emas, balki havoni og'iz bo'shlig'ida qamash orqali hosil bo'ladi. Shuning uchun dot harfi so'z oxirida kelsa, uni qalqala qilib yuborish xato hisoblanadi. Bu xato esa quyidagicha eshitiladi. Al-ard al-ard. Bunda oxirgi chiqayotgan havo qalqali bo'lib qolmasligi kerak. To'g'ri talaffuzi esa quyidagicha bo'ladi. Al-ard al-ard. So'nggi keng tarqalgan xato dot o'rniga zo qilib aytishdir. Bu masalani alohida darsda batafsil tushuntiramiz inshaalloh. Endi ushbu harf borasida kichik bir xulosa qilsak, dot tovushida asosan til yon oziq tishlarga bosamiz dedik. Biroq hammaning tili ham yo'g'on emas. Til kimdadir yo'g'on, kimdadir ingichka bo'ladi. Til yo'g'on bo'lsa, ikki yon oziq tishlarga bosish qiyin bo'lmaydi. Ammo til ingichka bo'lsa, uni ikki yonini bosish qiyinroq. Shu bois bunday holatda tilni bir tarafga bosish mumkin. O'ngga yoki chapga. Afzali o'ngga bosish. Yodingizda bo'lsin. Bunday holatda til yonlari to'liq tegadi, faqat bosim tilni o'ng yoki chap yoniga beriladi. Aslida bu harfni chiqarish qiyin emas. Shunchaki o'zbek tilida bo'lmagani uchun ko'proq e'tibor va mehnat talab qiladi xolos. Til yonlarini joyiga qo'yib, bosimni aniq va to'g'ri joyga berib ko'p mashq qilinsa, inshaalloh bu harfni ham oson talaffuz qilasiz. Agar siz Qur'onni arab tilida o'qishni va tushunishni boshlamoqchi bo'lsangiz, hozir boshlang. Tomosha qilganingiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha